Assalomu alaykum. Qadrdonlar, hormanglar, yoppasiga. Tinchmisizlar, salomatmisizlar? Mana bu yerda jo'ja makonchilarimizni ham sotuvga chiqarib oldik. Hop, SSIA vaksinasini qilyapti. SSIA vaksinasi 3 tasi bittada degani. Hop. Bronxitga, Lasotaga, Newcastlski болезнь, tuxumli peripatini mana shu o'ynatishmasligi uchun 0,5 kubikdan har bitta tovuq uchun qilinadi. Bu bitta flakondagi 1000 taga. Buni narxi o'rtacha 750 ming so'm turadi. Xizmatidan tashqari. To'shiga 0,5 kubikdan ukol qilinadi. Ukol qilish jarayonini ko'rsatib o'taman. Mana vaksina bo'linyapti. Bag'i endi sotuvga chiqadi. Hamma vaksinasi bo'ldi jo'jalarimiz. Bemalol boqilaveradi. Mana vaksina qilish jarayoni. Bu hali igna emasmi, mastakaniki? Yo'q. Ishlatdingizmi o'shani? Na, ishladim. Xo'sh. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Sotuvda bor hozircha. 60-70% sotilib bo'lgan. Bir 3000 tacha, 2500 tacha ortiqchasi bor. Mana kira erta bahor tuxumga kiradi. Vaksina qilyapti, pastga tushib ketyapti eshigidan. Keyin sortirovkasini qilib joylab olamiz tepaga. Ha, kilosini ham hozir ko'ramiz. Necha kilo ketdi? 200. Ha. 1 kilo 230 gram. Bu eng oldilari. O'rtacha hisobda 1 kilo 100 dan 1 kilo 200 gacha ekanda, ha? Bo'ldi, salomat bo'ling. Ha, to'g'ri kerak. Mana vaksinasi. Bilola xom aytdi, vaksinangiz bor ekan. Mana iynam yetmadi. Tekshirigimiz chiqmadi. Hali iynasi uzunlar oladi. Ha.